Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Intellektual biznes patentlash markazi yana bir mijozi Aromarit asoschisi Fayzulloh akam bilan suhbat jarayoniga kelganmiz. Xudo xolasa. Fayzulloh aka, o'zingizni faoliyatingiz, yo'nalishingiz va nima uchun patentlashga topshirganingiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum avvalambor. Ya'ni men ismim Fayzulloh. Men aroma, ya'ni parfyumeriya sohasi bilan ish yuritaman. Bizning sohamiz ya'ni yog'li atirlar bo'ladi va bu yo'nalishimiz ekstraktli parfyum deb hisoblanadi. Va shu biznesni boshlashimdan avval, ya'ni men ayrim materiallarga, mahsulotlarga pul tikkanman va shu pul tikkandan so'ng men orqaga yo'l yo'q edi. Men shu internetdan o'zimning nomimga tanlagan brendim ostidagi nomda yana bir raqobatchi chiqib qolgan va shu raqobatni oldini olish uchun menda уже orqaga yo'l yo'q edi. Sababi men уже materiallarga va qadoqlashga va idishlarga men zakaz qilib bo'lgandim reklama ostida. Уже orqaga yo'l yo'q bo'lganligi uchun bularga murojaat qilganman va bular men ishimni juda ham tez va oson bitirib berishdi. Avvalo bularga katta rahmat deb aytaman va kelajakda ya'ni boshqa tadbirkorlarga ham tavsiya qilamanki, o'z brendinglarni himoya qilishda va har bir ya'ni xavotirli joyi bo'lsa, shuni oldini olish uchun patentlash markaziga murojaat qilinglar va o'z brendinglarni himoya qilinglar.